Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon. Rasulullohning tunlari. Uylariga kirgach, uxlashni istasalar, kiyimlaridan yengil bo'lib olar edilar. Bir xirqani olib, to'shaklarining boshiga qo'yar va uni izor qilib olar. So'ng ikki kiyimlarini yechib, ularni ilib qo'yar va yopinchiq olib, ayollari bilan to'shakka kirar edilar. U zotning to'shak va yostiqlari teridan qilingan, ichiga xurmo bargi to'ldirilgan edi. O'zlari va ayollari ana shu yostiqqa bosh qo'yishardi. Uxlashni iroda qilsalar, bosh tomonlariga misvok qo'yib yotar edilar. Uyg'onganda uni ishlatardilar. Xoh kunduzi bo'lsin, xoh tunda bo'lsin, uyg'onganda birinchi qiladigan ishlari misvok bilan tishlarini tozalash edi. Ishlatilgan misvokni yuvib berishlari uchun Oysha onamizga bersalar, u kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak xushbo'y so'laklaridan nasibador bo'lish uchun yuvishdan oldin tishlarini misvoklab olar. Keyin uni yuvib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uzatardilar. Garchi og'izlari xushbo'y bo'lsa-da, misvokni har doim oldilarida olib yurar va uni juda ko'p ishlatardilar. Bundan ko'zlagan maqsadlari ummatlariga ta'lim berish va farishtalarning suhbatiga doim tayyor turish edi. Noxush hidli piyoz, sarimsoq va shunga o'xshagan narsalarni iste'mol qilmasliklarining asosiy sababi ham shu edi. To'shakka kirib uxlashdan oldin izorlari bilan to'shakning ichini qoqib tashlab, quyidagi duoni aytardilar. Bismika robbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi as-solihin. Duoning ma'nosi: Robbim, sening noming bilan yonimni qo'ydim va sen ila ko'taraman. Agar jonimni tutib qolsang, unga rahim et. Agar qo'yib yuboradigan bo'lsang, uni solihlarni muhofaza qilgan narsang ila muhofaza et. Yana quyidagi zikrni ham aytar edilar. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Duoning ma'nosi: bizni yedirgan, ichirgan, kifoya qilgan va boshpana bergan Allohga hamd bo'lsin. Qanchadan qancha kishilarning saqlaguvchisi va boshpana beruvchisi yo'q. Yana mana bu duoni ham aytar edilar. Bismillahi wada'tu janbi Allohumma ighfir li dhanbi wa khsa shaytani wa fukka rihani wa thaqqil mizani waj'alni fin nadiyyil a'la. Duoning ma'nosi: Bismillah, yonimni qo'ydim. Allohim, gunohimni mag'firat qil, shaytonimni ketkaz, bo'ynimni barcha haqlardan ozod et va savoblar tarozimini og'ir qil va meni buyuk jamoa ichida qil. Yana mana bu duoni ham qilardilar. Allohumma aslamtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Duoning ma'nosi: Allohim, sendan umid qilgan va qo'rqqan holda vujudimni senga taslim qildim. Ishimni senga topshirdim. Senga suyandim. Sendan qochishga va najot topishga huzuringdan boshqa joy yo'q. Allohim, nozil qilgan kitobingga va yuborgan
zikrlari orasida 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah va 34 marta Allohu akbar kalimalarini ham aytar edilar. So'ng ikki qo'llarini duoda ochgandek jamlab, Ixlos, Falaq va Nas suralarini o'qir va har bir surani o'qigandan keyin qo'llariga suflab dam solar va uni badanlariga surar edilar. Bu ishni 3 marta takrorlardilar. Yotganda o'ng taraflariga yonboshlab yotar va Allohumma bismika ahya va bismika amut. Allohim, sening noming ila tirilaman va sening noming ila o'laman der edi. Sajda, Inson, Zumar yoki Isro kabi suralardan ham o'qir edilar. Duo va zikrlardan forig' bo'lgach, onalarimiz bilan to'shakda biroz iliq suhbatdan so'ng erkaklik hojatlari bo'lsa, onamiz bilan qo'shilardilar. Jimodan so'ng onamiz maxsus xirqani berar, u zot jimoning asarini o'zlaridan artar, so'ng onamiz ham maxsus xirqa bilan shunday qilar edilar. Gohida yotishdan oldin g'usul qilib olardilar, gohida tahorat qilar, gohida esa bir uxlab, keyin turib g'usul qilar edilar. Ba'zan onamiz bilan birga bir idishda g'usul qilishardi. Oysha onamiz bu haqda shunday deganlar: Men va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam junublik paytimizda bir idishda g'usul qilardik. Idish o'rtada turardi. U zot tezlashib ketsalar, menga ham qoldiring, menga ham qoldiring derdim. Misdan yasalgan mazkur idishning nomi Faraq bo'lib, unga 6,5 litrdan ko'proq suv siqqan. Onamiz bilan birga g'usul qilishlarida ayollarining ko'nglini ko'tarish va er-xotin munosabatini mustahkamlash borasida ummatlariga katta ta'lim bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uxlaganda bezov talanmasdan bir maromda uxlardilar. Gohida yengil xurrak otardilar. Yotgan holda u yon bu yonga ag'darilsalar, La ilaha illallohul vahidul qahhar, Rabbus samawati wal ard, va ma baynahumal azizul g'affar. Duoning ma'nosi: Qahhor sifatli yakkayu yagona Allohdan boshqa iloh yo'q. U yer u osmon va uning orasidagi bor narsalarning Robbi bo'lgan aziz va g'affor. Uyqularida u yoq bu yoqqa o'girilganda tishlarini misvok qilar va yana uyquga qaytib to tun yarimlaguncha uxlar edilar. Xuftondan keyin tunning yarmigacha uxlashlarini kun davomidagi eng uzun uyqulari bo'lgan deyish mumkin. Chunki boshqa paytdagi uyqulari qisqa muddatni qamrab olgan. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning kun davomida ummatlariga din ta'limotini yetkazishdek mashaqqatli ishlar bilan band bo'lib, uy yumushlarida ahli oilalariga yordam berib, tunda ozgina uxlab olish u zotning o'ta zohid inson bo'lganlarini bildiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon.